yaxshi niyatda uylarni remont qilib, to'y boshlab, uylanaman deb qo'ygan paytlarida Alloh sinov berib, uylariga o't tushgan. 31-dekabr kuni soat 7 da mana shu holatga kelgan. Svetdan, tokdan iskiri chiqqan, uy yonib kul bo'lgan. Uyda yosh katta bu do'dalar bor, qo'ni-qo'shnilar olib chiqib ketishgan. Ikkita xo'jaligiga, bitta emas, ikkita xo'jaligiga, ko'rib turganinglardek, ikkita xo'jaligiga o't tushgan. Uydan ham asar ham qolmagan. Baraka topishsin qo'shinlar. Shunday devor ochib, hozir vaqtinchalik qo'shinnikida yashab istiqomat qilib turishibdi. Ko'rasizlar ahvolni. Internetda bitta tirraqi buzoni deb odamlarni xalqqa daverasidan chiqib qoladi mana shunaqalar. Rostakasim, rostdan mana shunaqa bo'lib o'tgan narsalarni qo'ysa, uje odam ham ishonmay qoladi. Lekin men o'zim unchuncha qo'yavermayman bu narsalarni. Kelib ko'rib, yaqin tanish bo'lgani uchun keldim, ko'zim bilan ko'rdim. Uyi kadastri, pasportlar, hamma dokumentlar mana shu uyda yonib kul bo'lgan. Naqd ko'rinishli pullar ham yonib kul bo'lgan. Faqatgina ustilaridagi kiyimdan chiqib ketishgan. O'sha holatda turibdi. Hech qanaqa ortiqcha pul yo'q. Bu hodisa Toshkent tumani Keles Abdurahmonovda bo'lib o'tgan. Xullas 1 soatda uy yonib shu ahvolga kelib bo'lgan. Qo'ldan kelgancha mayli imkoniyati borlar, befarq bo'lmaylar. Agar imkoniyatingiz bo'lmasa, shu imkoniyati borligiga jo'natib qo'yinglar. Mana shu videoni maksimal darajada tarqatib qo'yinglar. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Savobga ham sizlar ham sherik bo'lasizlar. Hammanglarga rahmat.